ketdik. Bo'lsin, zavodning narxidan 1,5 million kamiga. Cobalt narxiga 1,5 million so'm skidka ekan. Ana endi biza vizif tashlaymiz. Sizlar vizif qanaqa bo'lishini ko'rasizlar. Cobaltga emas, naqd 7 kishilik crossoverga Swiss S09. Swiss S09 ni benzin variantiga 429 million edi. O'zi asl narxi bilasan-a bu narsani. Biza mayda chuda qilib 1 million, 1,5 million, bir nima vizif hammaga deb o'tirmaymiz. Naqd 100 million so'm skidka, 329 million so'm bilan olib ketasiz. Cobalt puliga qarang skidka, Cobalt narxiga skidka. Swiss S09 gibridiga esa 74 million so'm 1 soatning ichiga bitta pasport bilan olib ketishlaringiz mumkin. Agar bu ham sizga yo'q desangiz, agar 82 million so'm boshlang'ich to'lovni shunday to'lab qo'yasiz va 1 yildan 5 yilgacha avtokredit chiqarib beramiz. Bizning qadriyatlarimizga xos va mos Unikda viloyatdan keladigan mehmonlarimiz uchun polik, parok, buxorochi osh sofi, benziningizni quyib beramiz. Mehmonxonangizni ko'tarib beramiz. Sizlarning hammalaringizni Swiss Buxara avtosalonida kutib qolamiz o'rtoqlar. Kelinglar, mehmon bo'lib ketasizlar. Hammaga rahmat. Mana bu vizif. Agar mana shu vizifga atlet qiladiganlar bo'lsa, biz sizlarni kutib qolamiz. Ulgurgan ulgurdi, mashinalar soni cheklangan.